Miyokard infarktini 5 ta tipga ajratish mumkin. Birinchisi spontan miyokard infarkti. Bunda yurak tosh tomirlaridagi aterosklerotik bilakchalarning yorilishi hisobiga kelib chiqadigan miyokard infarkti hisoblanadi. Ikkinchisi ishemik, ya'ni disbalans hisobiga kelib chiquvchi miyokard infarkti. Bunda yurak ishemik kasalligi hisobiga emas, yurak qon tomirlar ichki endoteliy disfunksiyasi hisobiga kelib chiquvchi infarkt hisoblanadi. Endoteliy disfunksiya nimalarga olib keladi? Bu qon tomirlaridagi ichki devoridagi endoteliy disfunksiya, qon aylanishi buzilishi hamda qon tomirlarida spazmi va bular natijasida emboliya holati kuzatilishidir. Uchinchi turi bemor og'ir holatda to'sh ostida achish, ya'ni infarkt klinikasida keldi. Bemorni zudlik bilan EKG qilindi. Qilinganda EKGda ishemik holatga shubha bo'lib qoldi. Hali qondan biomarkerlarga analiz olinmagan. Biomarker tushunchasi haqida ma'lumot berib o'taman. Biomarkerlar bu qondan olinuvchi tahlillar hisoblanib, ya'ni qonda troponin miqdorini tekshiriladi. Troponin miqdori yuqori bo'lib chiqishi bu miyokard infarktini tasdiqlaydi. Xo'p, uchinchi turimizda EKGda shubhaga borib qoldilar. Azizlar, EKG ham bizga 100% ma'lumot bera olmaydi. Bu bizga yo'q deganda 40 yoki 50-60% ma'lumot beriladi xolos yurak haqida. Shuning uchun ishemiyaga shubha bor, lekin troponin testga olinmay qoldi. Bemor vafot etib qolgandagi holatga aytiladi. To'rtinchisi yurak va qon tomirlari teri orqali bajariladigan amaliyotlar. Buni qanday izohlanadi? Bunda biomarkerlar haqida gaplashdik. Qondagi troponin miqdorining 20% dan oshishiga, angiografiyada esa qon tomirlar okklyuziyasini aniqlash, yurak tosh tomirlarini stentlashdan keyingi trombozi bilan bog'liq bo'lgan muammolar va shular natijasida kelib chiquvchi infarktlar tushuniladi. Beshinchisi akshidan so'ng, ya'ni koronar shuntlashdan keyingi beradigan asoratli infarktlar. Arterial qon tomirlari shuntlashdan keyingi qon tomirlarida qon aylanishi hisobiga ma'lum bir darajada qon aylanishi buziladi va u yerdagi disfunksiya hisobiga tromblar paydo bo'ladi. Va shuning natijasida infarkt yuzaga keladi. Bu tekshiruv amaliyotlaridan so'nggi infarkt qanday aniqlashimiz mumkin? Bunda akshiya qilingandan so'ng bemorlarda tahlil o'tkazilganda miyokard infarktini EKGda tasdiqlanishi yoki echo dopplerlardagi akinziya, gipokinziya zonalarini aniqlash kuzatiladi. Kiz tutamining chap oyog'ining qamallari yoki miyokardda patologik quv-tishlarni paydo bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Kelinglar, EKGdagi quv-tishsa qanday paydo bo'ladi? EKGdagi quv-tishchalarimiz paydo bo'lishi bu infarktga yana bitta dalolat bo'lsa, giz tutamining chap oyog'ining to'la qamali infarktga dalolat bo'ladi. Buni biz EKGda agar shu holatni ko'radigan bo'lsak, qo'rqmasdan bemorga infarkt bo'lib o'tganligi haqida aytishimiz mumkin. Echo dopplerda esa akinziya, gipokinziya anevrizmalarni ko'rish mumkin. EKGda chandiqli o'zgarishlarni ko'rish mumkin. Biz sizlar bilan miyokard infarkti haqida gaplashdik. Miyokard infarkti inson hayotiga tahdid solish bilan birgalikda uni lecheniya qilib, davolanib chiqib ketgandan so'ng ham uning o'ziga xos asoratlari mavjud. Bu asoratlari qanday? O'tkir chap qorincha yetishmovchiligi, kardiogen shok, yurak ritmlarini buzilishi. Ayniqsa miyokard infarktlarimizdan so'ng aritmiyalar bilan asoratlanadi. O'tkazuvchi yurak ritmi o'tkazuvchanligini buzilishi. Masalan, sino arterial, arterial ventrikulyar, giz tutamlarni blokadalari kuzatiladi. Yurakni ichki va tashqi yorilishi, yurak tamponadalari, aseptik perikardit, tromboemboliyalar, yurak anevrizmalari shakllanishi mumkin. Dressler sindromi, ya'ni bizda institutda ham o'tishgan 3 ta P deyishadi. Pnevmonit, pleurit, perikardit. Bu 3 xil belgisi infarkt bo'lgandan so'ng 2-3 yoki 4 haftadan keyin rivojlanishi. Bemorda yo perikardit, yo pnevmonit,
yo pleurit bo'lishi mumkin. Va oxirgisi surunkali yurak yetishmovchiligi. O'tkazilgan miokard infarkti hisobiga gipokineziya, akineziya, yurakda qorinchalarda qisqarishdagi buzilishlari, artmiyalar hisobiga yurak yetishmovchiliklari shakllanadi. Biz aytib o'tganimizdek, miokard infarktining asosiy sababi, ya'ni 95% qon tomirlari arteriosklerotik bilashkalarining yorilishi yotadi. Azizlar, bugun sizlar bilan miokard infarkti haqida gaplashdik. Miokard infarktiga uchramaslik uchun nima qilish kerak? Miokard infarktiga uchramaslik uchun har 6 oyda kardiolog mutaxassisga uchrashib, EKG qildirib, qon tahlillari topshirib, qonni quyuq hamda suyuq holatini bilib, har 6 oyda yurakni EKG qildirib, yurak haqidagi ma'lumotlarni bilib turish zarur. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish, ko'p yayov yurish, jismoniy mehnatlar bilan ko'p shug'ullanish, sport bilan shug'ullanish va eng birinchisi zararli odatlarni tashlash, chekish, ichish va hokazo. Va ko'p yayov yurish hisoblanadi. Siz infarkt xastaligini oldini olish uchun poliklinikangizga yaqin yashash hududingizdagi qishloq vrachlik punktlariga uchrashib, u yerdagi uvash vrachlarning maslahatini oling, doim qon bosimingizni nazoratda tuting va kardiolog vrachlar buyurgan dorilarni o'z vaqtida qabul qiling. Sog' bo'ling, infarkt bo'lmang, salomat bo'ling.